Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz qarindoshlar, vatandoshlar. Hammanglarning bugungi kuni xayrli bo'lsin. 30 avgust ya'ni atda xalqaro g'oyib bo'lganlar kuni. Majburiy g'oyib qilib etilganlar xalqaro xotir kuni deb ataldi. 2011-yil Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har yilning 30 avgust kunini xalqaro g'oyib bo'lganlar kuni qilib bekitgan bo'lib, bu kunda normal hayotlik muhitida o'z irodasiga xilof holda ko'zdan g'oyib qilib etilgan hamda majburiy yo'sinda yo'q qilib etilgan bir qism kishilar uchun faoliyatlar o'tkazildi ham bu kishilar aslandi. 30 avgust xalqaro g'oyib bo'lganlar kuni munosabati bilan Uyg'ur adliya arxiv Uyg'urlarni tutqun qilingan, lagerlarga qamalgan va o'zi bilan aloqa uzilib qolgan, uzun dunyoga aloqalashmay yo'qotib qo'ygan urug' tuqqanlar uchun to'g'ri guvohlik berishga chaqiramiz. Siz faqat biz bilan aloqalashib, sinliq yoki ovozli guvohligingizni bevosita to'g'ri so'zlab bersangizlar, guvohligingizni biz butun dunyoga tarqatishga tirishamiz. Uyg'urlarniki to'g'ri guvohlik berish yoki bevosita guvohlik berish xizmatlari nihoyatda pasif holatda saqlanib kelyotdi hozirgacha. Biz bu xizmatlarni osonlashtirish, ya'ni guvohlik beradiganlarga yo'l ko'rsatish ham ularning bevosita to'g'ri guvohlik berish uchun biz bilan aloqalashganlarni to'g'ri yuzda ko'rishib, ularning guvohligini olib, o'zimiz kirishtirib ishlab, butun dunyoga tarqatmoqchi. Shuningga o'zining urug' tuqqanlarini yo'qotib qo'ygan yoki izdirkini ololmayotganlarniki atlikka darhol biz bilan aloqalashib, to'g'ri yuzda mayli sinliq, mayli ovozliq guvohligini butun dunyoga tang tarqatishni umid qilamiz. Hammanglarga rahmat. Bugungi kuninglarni yana bir qatim xayrli bo'lishini umid qilamiz.